Hammaga salom. Ismim Ahror Xo'ja. Aj universitet 1-kurs talabasiman. Yo'nalishim IT biznes. Universitetga o'zini atmosferasiga, o'zini muhitiga kirib olish juda qiyin bo'ldi. Chunki to'g'risini aytaman, bu universitetga kelishimdan oldin unaqa ta'limga bo'lgan yoki o'qishga bo'lgan qiziqish umuman bo'lmagan. Xalqaro universitet asosiy dars tillari ingliz tilida bo'lgani uchun ozgina o'rtada qiyinchilik bo'ldi, lekin boshida kirib kelgandan hozirgi kunda o'zgarish lekin juda katta. Qo'rquvlar, boshqalar hammasi orqaga qolib ketdi. Qiyinchiliklar, o'zbek muhitni ko'rgan bolaga chet ellik ustozlar kelib dars berishi juda boshqa narsa. Hamma universitetlarni ko'rib chiqqanman boshida. To'g'risi o'zim davlat universitetiga qiziqqanman. Adam keyin xalqaroda o'qib, bolam masga xalqaroga topshir, boshqa universitetlardan yaxshiroq ekan. Men hammasini o'rganib chiqdim deb shu yo'nalish berganlar, keyin universitetga kirganman, lekin adam bergan maslahatlaridan afsusdamasman. Endi bitta so'z bilan aytish qiyin bu narsani, bitta gap bilan aytsa bo'ladi. Aj universiteti oldimdagi maqsadlarim va xalqaro darajadagi do'stlar berdi. Va undan tashqari xalqaro darajadagi professorlar bilimini berdi.